Ya assalomu alaykum. Jamshid aka, yaxshimisiz? Xonadoningiz tinchmi? O'z yaxshimisiz, shusiz. Rahmat. Xudoga Ha, qayerlarga yo'l oldingiz? Soliqni to'lash vaqti kelib qopti. Ha. O'z vaqtida to'lab qo'yib ketyapman. Tövbe Jamshid aka. Hozir soliqlarni anu telefonda to'lab yuborishyapti. O'sha telefonda to'lab qo'yavering. Menga ham necha marta qo'ng'iroq qilishdi. Soliqlarni vaqtida to'lab qo'ying, qarzingiz bor deb. Soliqlarni vaqtida to'lasak o'zimizga yaxshi. Vaqtida to'lasak baribir o'zimizga qaytib keladi-da. Jamshid aka, gapni olasiz-da. Yo'l bo'lsa qayerga ketasiz? Ha. Kichkinamni maktabida futbol to'garagi ochilibdi. Shunaqami? Shunga olib ketayotgandim. Uni ustiga maktabimiz yaqinda yangi ta'mirdan chiqibdi. Shunaqa. Bahonada maktabni ham bir ko'rib kelaman. Ha? Uni ustiga sal belim og'rib turibdi. Shunga yangi qurilgan oilaviy poliklinikamizga mana shunaqa zo'r doktor kelganmish. Shunga ham ko'rib chiqaman. Nima dedingiz? To'g'rimi? Shunaqa. U ko'chani ham yangitdan asfalt qilishyapti. Baraka topsin. Bu o'zgarishlarda biz to'lagan soliqlarning ham qissasi bor. Soliq to'lash har birimizning konstitutsiyaviy burchimizdir.